bo'ldi, mana shu bozor o'ziga kelaveramiz. Indeks o'zida hamma narsa bor. Misqollab pul yig'ib, borib magazindan texnika olasizlar. Qo'shningiz esa o'sha texnikani arzon narxda olgan bo'ladi. Nimaga bilasizlarmi? Chunki yarmarkadan, katta skidka bo'layotgan joydan oladi. Ya'ni indeks bozoridan o'rtoqlar. Onang bozor, otang bozor. Hamma texnikalar shu yerda bor. Estayankalar ham bor. Kelasizlar, to'g'ri do'konga kirasizlar. Emmer gaz plitasi 2.350.000 so'm sotilgan. Hozir 1.850.000 so'm. Baribir bozorda vibr ko'p bo'ladi. Shaharga ham mashtan optimga olib ketishadi. Hozir men sizlarga xolodilnik narxini aytaman. Borib ko'rgan xolodilniklar bilan narxini solishtirasizlar. O'rtoqlar, hozir xolodilnik narxini borib sizlar bitta o'tirishda yeb ichib yorasizlar. Aytaymi, o'rtacha oila mazza qilib ishlatadi. $160 shu xolodilnik. Sal kattarog'i kerak bo'lsa, $200. Nima beradi bunga? Ko'zingizga ko'rinayotgan shu mayda texnikalarni hammasini naqd pulga olsanglar bo'ladi. Juda ham narxi arzon. Yo'q, xohlasanglar muddatli to'lov asosida bo'lib olsanglar ham bo'ladi. Sizlar uchun hamma imkoniyat bor indeks bozorida. Yana bitta gap, maishiy texnikalar bilan biznes qilayotganlar bo'lsa, bemalol taklif berib, indeks bozoridan joy olib tadbirkorligingizni shu yerda davom ettirsanglar ham bo'ladi. Xullas, bu bozorda hamma narsa topasizlar. Uylarni mazza qilib arzon narxlarda texnikalar bilan to'ldirasizlar.